ustozlarimiz Ulug'bek og'amiz Sabri. Ustozimiz davramizga cho'rlaymiz. Xudoy bergan og'amiz davramizlar, ustozlarimiz yaxshi niyatlarni, tabrik so'zlarini eng hurmatli, izzatli turgan insonimiz ustozlarimizga navbatni e'lon qilamiz. Rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Siylim avvalambor ijodiy barkamollik tilayman, ko'p yashang. Alloh rozi bo'lsin. Alloh siylasin. Salomat bo'ling. Aziz xonqayilar, avvalo qo'limiz ko'ksimizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum bugungi fayzli, bugungi tarovatli va albatta bugungi shukuhli to'yxonamizga tashrif buyurgan, qadri qaddidan ziyod sanalgan qadrli qadrdonlar. Barchalarga boringlarga shukr, barchalarga to'ylar muborak bo'lsin deymiz va albatta Ikrom aka 1 daqiqa mumkinmi aka sizdan? Assalomu alaykum fo'nni olib qo'yamiz. Aka to'ylari muborak bo'lsin. Men bugun bitta narsani alohida aytmoqchiman. Azlar hozir aytiladigan har bitta gapga quloq bilan tinglash shart emas, har bitta gapni qalban eshitsanglar men juda ham xursand bo'laman. Mana shu insonga 2 soniya diqqatinglarni qarasanglar, bilamiz hozir hammangizning oldingizda chiroyli nozik ne'matlar qolaversa, mana lazzatli taomlar ham tortildi. Albatta barchalarga yoqimli ishtaha, osh bo'lsin deb qo'yamiz. Men bitta narsani aytmoqchiman, Ikrom aka, mana shu Abdulla bilan 1 marta emas, 1000 marta emas, behisob faxrlansangiz arziydi. Chunki bu yigit ham quruvchi, ham oshpaz, ham suxandon. Kezi kelganda, yoshiga qaraganda kichik suxandonlarga ham boshchilik qila oladigan yigit. To'g'risi ilk bor yonimga borgan paytida men xursand bo'lganman. Bugun aynan sizga aytadigan gapim shundan iboratki, Abdulla, agar mumkin bo'lsa, shu yerda mana seni ham do'stlaring bor, ha? Kuyovni do'stlari bormisizlar, shu yerdamisizlar? Qo'linglarni ko'taringlar. Sog' bo'linglar. Kuyovni do'stlari shu Abdulla bilan birgalikda Ikrom akani yoniga kela olasizlarmi? Iloji bormi? Bormi iloji? Bor ekana iloji. Boringlarga shukr sizlarni. To'g'risini aytsam, 4 ta qo'lim yo'q. Agarda yana 2 ta qo'lim bo'lganda, sizlarni qarsak bilan kutib olgan bo'lardim. Bitta qo'limda mikrofon, bitta qo'limda esa qarsak chala olmayman. Lekin yordamchilarim bor. Alloh haq, ko'rdinglarmi? Bularni borlariga shukr. Shogir, charchamayapsizlar yigitlar? Assalomu alaykum. Kelinglar, boringlarga shukr. Azizlar, men nima uchun bu yigitlarni ota qarshisiga taklif qildim? Bitta narsa aytmoqchiman. Hozir Abdulla, senga beradigan bitta savolim bor. Aziz to'y davri ahli, qalban eshitinglar, hurmatli erkaklar, muhtarama ayollar, sal shoshilma xudoga. Dunyoda yigit kishini do'sti ko'p. Boran do'sting. Eng yaqini kim? Dadam. Eng yaqini otam. Men bu savolni berishimdan maqsad, yigitlar mantiqan o'ylaymiz, bitta gap aytaman. Sizlar bo'lsanglar ham o'sha javobni aytasizlar. Sizlarni o'rninglarda kim bo'lsa ham. Sababi meni ham mana shunaqangi do'stim bo'lganida bor-ku. Mana bunaqangi do'stni bir vagonidan, bir dunyosidan kechgan bo'lardim. Demoqchi bo'lgan gapim, yigitlar bir o'ylab ko'ringlar. Yoshligida hech bir o'g'il bola yo'qki, otasini poyabzalini kiyib ko'rmagan, to'g'rimi? Yoshligida hech bir o'g'il bola yo'qki, otasini bitta eski velosipedi bo'lsa yoki bitta eski mashinasi bo'lsa, ha ota, o'shanga o'tirib uchishni orzu qilmagan o'g'il bola yo'q. Yoshligida hech bir o'g'il bola yo'qki, otasini bitta bir dona eski kostyumi bo'lsa, o'shani egniga otib ko'rmagan o'g'il bola yo'q. Demoqchi bo'lganim shuki, Abdulla, mana do'stlaring, do'stim bor deb suyunma, biroq yigitda bir do'st bo'ladi. Kimligini so'rasang, o'rtoq yigit do'sti ota bo'ladi. Yiqilsang ham, kulsang ham doim qara, boshing silab turar muloyim. Bo'lsa hamki qiyomat qoyim, yigit do'sti ota bo'ladi. Dardingizga bo'lolgan malham, duo qilar u bizni har dam. Yigitlar bilib qo'yinglar. Axir hatto u dunyoda ham
yigit do'sti ota bo'ladi. Kimniki mana shunaqangi do'sti bo'lsa, chalsin qarsaydi. Rahmat. Dunyoda eng oliy qimmat mening mehribonim otam. Qarang. Duosi oltindan qimmat mening mehribonim otam. Nur yog'lar chehrasidan, sezarman men iymosidan. Baxtli bo'ldim duosidan mening mehribonim otam. Ota, sizni boringizga shukr.